Real Madridda katta tozalash va o'zgarishlar boshlanmoqda. 3 ta yangi himoyachi keladi. Assalomu alaykum. Secret X kanali obunachilari. Futbol olamida ba'zan shunday mavsumlar bo'ladiki, ular tugashi bilan butun klub o'zgarib ketadi. Va hozir aynan shunday vaziyat Real Madridda yuz bermoqda. Dunyoning eng buyuk klublaridan biri katta inqilob ostonasida turibdi. Madridda hamma narsa o'zgarishi mumkin. Murabbiy, tarkib, taktika va hatto jamoaning kelajagi. Eng qizig'i esa Real rahbariyati allaqachon asosiy muammoni aniqlab bo'lgan. Bu muammo siz anglaganingizdek himoya. Ma'lumotlarga ko'ra, qaymoq ranglilar yozda kamida 3 ta yangi himoyachi bilan shartnoma imzolaydi. Bu oddiy transfer emas. Bu Realning yangi davrini boshlash rejasi va hozir butun Yevropa futboli Madridga qarab turibdi. Chunki agar Real haqiqatdan ham katta himoya inqilobini boshlasa, kelasi mavsumda jamoa butunlay boshqacha ko'rinish olishi mumkin. Nega Real bu qarorga keldi? So'nggi oylarda madridliklar juda og'ir mavsumni boshdan kechirmoqda. Jamoa hali ham kuchli, hali ham yulduzlarga to'la, hali ham Yevropaning eng qo'rqinchli klublaridan biri, lekin bitta muammo bor. Bu ham bo'lsa anglaganingizdek himoya. Ayniqsa muhim o'yinlarda Real orqa chizig'ida katta xatolar ko'rinadi. Tezkor hujumlarga qarshi muammolar, pozitsion xatolar, jarohatlar va barqarorlik yetishmasligi hamma rahbariyatni jiddiy o'ylashga majbur qildi va hozir klub ichida bitta fikr bor. Agar himoya kuchaytirilmasa, Yevropa futbolida yana hukmronlik qilish qiyin bo'ladi. Barselonadan 11 ochko ortda. Bu yerda eng og'riqli faktlardan biri bor. Real Madrid hozir La Ligada Barselonadan 11 ochko ortda qolmoqda. Bu madridliklar muxlislar uchun juda og'ir holat. Chunki Real doim chempionlik uchun yashaydi. Bu klub uchun ikkinchi o'rin muvaffaqiyat emas. Ayniqsa agar raqibning Barselona bo'lsa, shu sabab klub rahbariyati hozirgi tarkibda jiddiy o'zgarishlar qilish kerakligini tushunib bo'lgan. 3 ta himoyachi bu nimani anglatadi? Jurnalist Josep Pedreloning aytishicha, Real kamida 3 ta yangi himoyachini oladi. Bu juda katta gap. Chunki bu degani klub hozirgi himoya chizig'idan qoniqmayapti va ehtimol yozda ayrim futbolchilar jamoani tark etishi mumkin. Muxlislar allaqachon turli taxminlarni boshlab yuborishgan. Kimdir yangi Sergio Ramos keladi deyapti. Yana kimdir Paris butun Yevropani shokka tushiradigan transfer tayyorlayapti deb yozmoqda. Bu haqiqatdan ham Real transfer bozorida nimalar qila olishini hamma yaxshi biladi. Murabbiy ham ketadi. Bu yerda yana bir katta sir bor. Hozircha yangi mavsumda jamoani kim boshqarishi aniq emas. Bu degani murabbiy almashish ehtimoli juda yuqori. Ma'lumotlarga ko'ra hozirgi ustoz mavsumdan keyin lavozimini tark etishi mumkin. Bu esa yangi davr boshlanishini anglatadi. Yangi murabbiy, yangi taktika va yangi futbolchilar va ehtimol yangi Real Madrid. Nega himoya muhim? Ko'pchilik faqat hujum haqida o'ylaydi. Gollar, dribling va yulduzlar. Lekin haqiqiy chempion jamoalar nimadan quriladi? Himoyadan. Eslang, Realning eng buyuk davrlarida ularda doim kuchli himoya bo'lgan. Sergio Ramos, Pepe, Marcelo va Carvajal. Bu futbolchilarni nafaqat himoya qilardi, bu balki jamoaga xarakter ham berardi. Hozir esa klubga aynan shunday jangchilar kerak. Florentino Perez nimani rejalashtirmoqda? Real prezidenti Florentino Perez bu inson oddiy rahbar emas. Bu futbol tarixidagi eng katta loyihalar mualliflaridan biri. Galacticos davri, Cristiano Ronaldo transferi, Bellingham, Mbappe haqidagi orzular hammasi Perez nomi bilan bog'liq va hozir u yana katta reja tayyorlamoqda. Manbalarga ko'ra, klub himoyani yosh va tezkor futbolchilar bilan yangilamoqchi. Chunki zamonaviy futbolda
himoyachilar nafaqat to'pni olib qo'yishi, balki tez harakatlanishi ham kerak. Kiyinish xonasida nima bo'layapti? Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim futbolchilar klubning rejalarini sezib bo'lishgan, chunki 3 ta yangi himoyachi kelishi kimdir ketishini anglatadi. Bu esa jamoada bosimni kuchaytirmoqda. Har bir futbolchi o'z joyini saqlab qolish uchun kurashyapti, ayniqsa himoyachilar. Chunki hozir Realda raqobat yanada qattiq bo'lishi mumkin. Muxlislar nima demoqda? Ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy portlash bo'ldi. Ko'pchilik muxlislar nihoyat klub muammoni tushunibdi deyapti. Boshqalar esa 3 ta himoyachi kam, 5 ta olish kerak deb hazillashmoqda. Ayrimlar esa yangi transferlar haqida taxminlar qabul qilib bo'lishgan. Hatto ba'zi fanatlar ehtimoliy tarkiblarni chizib ham bo'lishgan. Bu esa yozgi transfer oynasi juda issiq bo'lishini ko'rsatadi. Real kelasi mavsumda qanday bo'ladi? Eng qiziq savol shu. Agar yangi himoyachilar kelsa va yangi murabbiy tayinlansa, Real qanday jamoaga aylanadi? Balkim yana Yevropaning eng qo'rqinchli klubimi, balki Chempionlar Ligasining asosiy favoritimi yoki o'zgarishlar kutilgan natijani bermaydimi? Hozircha hech kim buni bilmaydi. Lekin bitta narsa aniq. Madridda katta inqilob boshlanmoqda. Ispaniyolga qarshi o'yin nega muhim? 3-may kuni Real safarda Ispaniyolga qarshi maydonga tushadi. Ko'pchilik uchun bu oddiy o'yindek tuyulishi mumkin, lekin aslida bu juda muhim bahs. Chunki muxlislar hozir jamoadan reaksiya kutmoqda. Futbolchilar esa hali ham chempionlik uchun kurasha olishini ko'rsatmoqchi. Bu o'yindagi har bir xato tanqidga sabab bo'lishi mumkin. Har bir g'alaba esa umidni saqlab qoladi. Eng qizig'i hali oldinda. Hozircha transferlar rasman tasdiqlanmagan, lekin bitta narsa aniq. Real Madrid bu yozda juda katta o'zgarishlar qiladi va ehtimol kelasi mavsumda biz mutlaqo yangi jamoani ko'ramiz. Yangi himoyachilar, yangi energiya va yangi murabbiy va ehtimol yangi chempionlik davri. Siz nima deb o'ylaysiz? Realga qaysi himoyachilar kerak? Klubga yangi murabbiy zarurmi? Madridliklar kelasi mavsumdan qaytib kela oladimi? Fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qiymiz va sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni, kommentariy yozishni va albatta Secret X kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki kanalimiz aynan sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bilan rivojlanadi. Oldinda yanada shov-shuvli, eksklyuziv va sirli futbol yangiliklari kutmoqda. Biz bilan qoling. Secret X bu futbol olamidagi yashirin haqiqatlar maskani.